Yurtimizda xotin-qizlarning sport bilan shug'ullanishi uchun keng sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu esa ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirish va jamiyatdagi faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bugun poytaxtda o'tkazilayotgan ommaviy sport tadbiri ham ana shu maqsadga qaratilgan. Navbatdagi lavhamiz ayni shu mavzuda. Olimpiya shaharchasida respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan xotin-qizlar ommaviy yugurish marafonida ishtirok etish arafasidalar. Marafon xotin-qizlar sport olimpiadasining respublika bosqichiga start berib, sport bayramining ko'tarinki ruhda boshlanishiga xizmat qilmoqda desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. O'zim belbog'li kurash bo'yicha 10 karra O'zbekiston chempioni, sport ustasiyman. Xudo xolasa, bugungi tadbir juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tyapti. Avvalambor yurtboshimizga, shunchalik bizga yoshlarga, ayollarga sharoit yaratib berganda o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa yurtboshimiz ishonchini oqlab, shu yerlarda ham faxrli birinchi o'rinlarni olib, Andijonga yorug'lik bilan ketish maqsadimiz. Musobaqalar tashkil bo'lishi, birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzini yaratish, kelajakka o'zimizdan qoldirish, viloyatimizni himoya qilish va eng muhimi biza sog'lom bo'lish. Marafon davomida ishtirokchilar faqatgina masofani bosib o'tish bilan cheklanmay, sportning inson salomatligi va hayot sifatidagi ahamiyatini targ'ib etishmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Tadbirda har bir qadam sog'lom jamiyat sari tashlanayotgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bugungi marafon shunchaki marafon emas. Birinchidan qarang, butun respublikadan kelgan ayol yuragi, ayol qalbi, ayol mehri, ona intellekti, aqli. Bu yerda rahbar ham bor, o'quvchi ham bor, talaba ham bor, tadbirkor ham bor va eng muhimi, muhtaram prezidentimiz sizlarga ishonamiz. Nimaga? Chunki sharq ayolining ma'rifati, sharq ayolining bilimi, ilmi, uning jismonan kuchligi bilan bir qatorda aynan ma'nan, aqlan kuchligidan dalolat beradi. Darhaqiqat shunday ekan, bu yil olimpiadada faqatgina demak ayollar kuchi, ayollar mehri, ayollar qudrati, shijoati, matonati. Mana qarab turingki, musiqalarni qarang, o'zbek tilida, gruzin tilida, tojik tilida. Nimadan dalolat? Demak, sport butun dunyoni birlashtiradi. Bugungi marafon sport musobaqalariga munosib start berib, xotin-qizlarning sportga bo'lgan qiziqishi va intilishini tobora ortib borayotganini yana bir bor namoyon etdi. Farangiz Aliyeva, Zafar Ilyosov, Joyda informatsion dasturi uchun.